Ey menga qara, kallang ishlaydimi o'zi? Ehsonga $1000 pul olib bersa, shunday olib berasanmi? $500 olib qolmaysanmi? Eshitdim qizing kasal. Menga qara, hozir ustozingga bor, qizim kasal desang ham qarzga pul beradi, uni qaytarish kerak. Onasi, xo'jayinim kechqurun tashab ketarkanlar deb aptekadan qarzga yozdirib olib turgan o'sha ukoldorini onasi men ham tushunib turibman. Ha, u meni ham bolam. Nima qilay, hali pul topolganim yo'q-da. Jasurbek, mana $1000 pul. Orqa mahalladagi uy yonib ketgan aka bor-ku, taniysizmi? Ashunga berib qo'yasan, bizga ehsonimiz. Aka, to'g'ri. Meni bolam kasal. Lekin vijdonim kasal emas. Xo'p, o'sha pulni ol degan deylik. Men bolamni davolatishga olib boramanmi pul? Xudo ko'rib turibdi-yu, ustozim ko'rmasa ham. Alloh farzandimga shifo beradi deb o'ylaysizmi? Ha, Jasurbek, nima bo'ldi? Borib keldingmi? Usta aka, rosa xursand bo'lishdi. Pulni shunday bersam, ko'rib rosa chin dildan siz duo qilishdi. Jasurbek, men sendan rosa xursand bo'ldim. Ustoz bo'lib men senga ishonardim-ku, lekin bir marta sinab ko'rdim. Oshna meni bitta narsa o'ylantiryapti-da shu. Tinchlikmi oshna, nimaga? Xullas, oshna vohadan bitta obyekt olgandim. O'shanga bitta brigadamni vohaga jo'natishim kerak. Shu brigadaga bitta katta usta kerak. Bitta shogirdim bor-u, ishi zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Faqat halolligini bitta sinab ko'rish kerak. U obyektni men hali ko'rmaganman. O'zi borib, o'zi o'lchab, o'zi baholaydi. Pulni aldab qo'ymasligi kerak men. Qaysi shogirding o'zi oshna u? Doim yonimda yuradigan Jasurbek bor-ku. Shunga siqilyapsanmi oshna? Men o'zim sinab beraman, bitta reja bor. Sinovimdan a'lo darajada o'tdi. Mana $1000 pul senga, o'zingni bolang kasal ekan, bir og'iz nimaga aytmading? Bugun olib borib farzandingni yotqizgan. Indinga Xudo xolasa voqeaga ketasan, komandaga bosh bo'lib. Farzandingdan xavotir olma, men o'zim xabardor bo'lib turaman. Sinaganimdan xafa bo'lmagin. Ustoz bo'lib nima o'rgatgan bo'lsam, mingdan ming roziman. Dadajonim, sizning har bitta aytgan gaplaringizda hikmat bor ekan. Ey o'g'lim, rizqingni ulug' bo'lishi sening halolligingga bog'liq deb aytgandingiz. Mana bugun sizning o'gitlaringizdan tarbiya olib, haromdan hazar qilgan edim. Alloh meni mukofotladi.